Gamsiz tuproq. 26-yilda rejalashtirilgan Damas 3. Yengil Damas ikki turga bo'linadi. Yuk tashuvchi va yo'lovchi tashuvchi, shuningdek, Assalomu alaykum o'rtoqlar, qadrli obunachilar. Mana Yangi Damasdan boshqa nimadir bormi? 2026-yilda birinchi yangiliklardan sani ham shart qilish kerak. Tog'amda bor mani Damas. Damas nishsan Damas. Super salon kerak emas. To'rtta ballon bo'lsa bas. Tog'amda bor mani Damas emas-ku bu? Meni o'zingga tenglashtirma. Kazo-kazolardanman men. Damas nishsan Damas. Super salon kerak emas. To'rtta ballon bo'lsa bas. Tog'am haydiydilar Damas. Yo'ldan qocharamas ha. Wuling Hongguangwi SAIC va General Motors korxonalarining qo'shaloq mehnat mevasi. Ammo bu avtomobil ro'parosa 1 yil oldin Sirdaryoda ishlab chiqarishi yo'lga qo'yilgan Wuling N111 modeliga hech qanday aloqasi yo'q. Bu mutlaqo boshqa avtomobil. O'z paytida Damas avtomobilini keyingi avlodi deb taxmin qilingan avtomobil Wuling bardosh nomi bilan bozorga chiqadi va yuqori raqobatli muhitda barcha hayot zarbalariga bardosh qilib kelmoqda. O'zavtosanoat taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil yanvar va dekabr oylari oralig'ida N111 ning sotilgan soni 105 dona avtomobilga teng. Damasning esa 108846 donaga teng. Bunday muhitda bugungi bizning qahramonimiz o'zini qanday tutishi menga juda ham qiziq. Xullas, aynan Wuling Hongguangwi Lotin Amerika davlatlari uchun moslashtirilgan Chevrolet Taurus va Chevrolet Tornado nomlari bilan tanilgan. Endilikda O'zbekistonda bu model Chevrolet Damas Move deb nomlanadi va yuk tashuvchi model esa Chevrolet Damas Van deb nom oladi. Lekin qanday qilib bardosh bajara olmagan ishi Chevrolet Move bajaradi deb so'raysizmi? Gap harakatda. Kattalarimiz aytishgan-ku, harakatda barakat. Avtomobilni harakatga keltiruvchi asosiy narsa bu motor va Damasda u hazil nomus emas. 1,5 litrli motor hajmi, 103 ot kuchi, 140 Nm aylantirish lahzasi. Tepada radar bor, 70. Umumiy avtomobilni yoqilg'i sarfini kamaytiradigan yana katta narsa bu yerda elektron kuchaytirgichlar o'rnatilganligi. Bu avtomobilni boshqaruvni ancha qulaylashtirgan. Avtomobilni endilikda siz bitta qo'llab bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Eski Damaslarga o'xshab endi siz tosh tegirmonni aylantirgandek bunday ikkala qo'llar bilan aylantirmaysiz. Bunday qilib bitta qo'lda Cobalt haydagandek vatat ayva boshqaruv o'zgargan. Agar rul tepa pastga, oldi orqaga sozlanmaydi desa, bu o'zgarish juda zo'r. Bolam Toshkentmi? Ikkita joy. Ikkita joy bor, Toshkent. Komfort mavzusini davom etadigan bo'lsak, endilikda eng orqa o'rindiqlarda o'tiruvchi yo'lovchilar uchun maxsus oynacha mavjud. Men seni ko'ryapman. Va bundan tashqari orqa o'rindiqlarda o'tiruvchi barcha yo'lovchilar uchun alohida konditsioner mavjud. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini Umuman Damas degan avtomobilda konditsioner o'rnatilishi hatto bir zonali bo'lsa ham bu juda katta baxt. Agar u 2 zonali bo'lsa, u 2 karra baxt. 2 hours later. Go'zay, saha kuzaying Feudaga o'xshaydi. Avtomobil motorini hajmini inobatga olsak, yoz kunlari motor ham, yo'lovchilar ham hech ham qiynalishmaydi. Hazil bilan-ku, lekin men
bu yerda o'rindiqlar bunchalik qulay deb o'ylamagandim. Endilikda Damaslarda bemalol orqa o'rindiqlarga qo'rqmasdan chiqsa bo'ladi. Uni ustiga bu yerda ikkinchi juft kolonkalar ham joylashgan. Ya'ni muzika bilan yodda olib bits qilib ketsa bo'ladi. Shuning gaplarini yetimi ava 4 ta yashiman gunda 4 ta tashiman gunni Geshdan başlayman shunda Hazzab yashiman. Komfort beruvchi yana bir katta narsa bu o'rindiqlarning nisbatan qulayligi. Bir qarashda avtomobil o'rindiqlari biz tanigan Nexia 1 o'rindiqlariga juda o'xshab ketadi va bundan buyon Damas'ning oldi o'rindiqlari 4 yo'nalish bo'yicha sozlanadi. Ha, bu Damas egalari uchun juda katta qulaylik. Nega bunday deyotganimni biz klassik Damas sharh qilgan videomizda ko'rib olishingiz mumkin. Bu Damas'ning maksimal pozitsiyasi bo'lganligi sabab bu yerda o'rindiqlar to'q qora rangli mato bilan ishlangan. Ba'zi sodda variantlarda u och rangda ishlangan. Lekin bizning haydovchi madaniyatimiz bor. Ya'ni o'rindiqlarni biz baribir yangi g'iloflar bilan jihozlaymiz. Buni inobatga olsa, o'rindiqlar ko'rinishi unchalik yomon emas. O'zgargan o'lchovlarga qaramay, xuddi eski Damas'ga o'xshab, bu yerda ko'rish darajasi saqlanib qolgan. Ha, endilikda bu Damaslar eski Damas'ga qaraganda uzunroq, kengroq va balandroq. Oldi o'rindiqlar biroz ko'tarilganligi sabab yaxshi ko'rish darajasi bilan birga sizda torpedkadagi mavjud bo'lgan foydali maydonlar bilan foydalanish imkoniyati mavjud. Agar ushbu avtomobil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lsa edi, men shubhasiz ushbu foydali maydonlarning ko'pligi to'g'ridan-to'g'ri Nexia 1 dan olingan deb aytardim. Chunki Nexia 2 ga Nexia 1 dan foydali maydonlar o'tmagan. Salonning old qismi to'liq qattiq plastik bilan ishlangan. Endi nima xohlaysizlar? $7000 turadigan Xitoy avtomobilidan sizlar nima ham kutardinglar? Ha? Gapirishim kerak emasmi dedingiz? Telefon qilishyapti. Alo? Old salon to'liqona qattiq plastik bilan ishlangan. Bu yuqori komplektatsiya bo'lganligi sabab bu yerda rangi biroz qahva rangiga yaqin. Yoqimli narsalardan yana bir narsa bu magnitola. U USB port bilan jihozlangan AM, FM. Lekin bu yerda Bluetooth yo'qligi meni biroz ranjitib qo'ydi. Yoqimli qizil ranglar bilan yoritilgan. Qizil ranglar yana uskunalar paneliga o'tgan. Bu yerda uskunalar panelida speedometer, odometer analogli va elektron axborot tablosi mavjud. Menimcha juda yoqimli. Yana bir narsaga ahamiyat berdim, mashinani yoqar ekan. Bu yerda shinalarning bosimini datchiklar bor. Ya'ni shinalar bosimini o'lchovchi datchik mavjud. Bu Cobalt'da ham yo'q. Umuman yangi Damas Move'larda eng katta o'zgarishlardan bittasi bu uning xavfsizlik darajasi oshganidir. Va nihoyat oldi o'rindiqlarda haydovchi va yo'lovchi uchun xavfsizlik yostiqchalari paydo bo'ldi. Bolalar o'rindiqlari uchun mo'ljallangan ISOFIX tizimi ham o'rnatilgan. Tormozlar turi xuddi eskisidagi qolgan bo'lsa-da, yangi Damaslar ABS, EBD, ESC tizimlariga ega bo'ldi. Avtomobilda endilikda zavoddan o'g'rilikka qarshi tizim bilan birga markaziy qulflash tizimlari ham o'rnatildi. Bu avtomobilni bundan buyon rostakam ko'p tarmoqli avtomobil deb atasa bo'ladi. Avtomobilda oldi osmalar McPherson turida bajarilgan. Orqa osmalar Damas'ga xos holda resorli qattiq ko'prikda, boshlovchi ham orqa g'ildiraklar. Avtomobil o'nqir-cho'nqirlarda yurishi juda zo'r, yumshoq, ya'ni avtomobil sakriydi, lopiliydi deb ayta olmayman. Osmalar, cho'nqirlarni yutish darajasi juda ham zo'r. Bu avtomobildagi o'zgarishlar juda pozitiv. Bu meni shaxsiy fikrim. Shubhasiz, Tracker Cobalt Onyx sarfiga ulardan hech qolishmaydigan Damas Move'ni ham bemalol qo'shsa bo'ladi. Endilikda siz ushbu to'rtlikni bemalol Toshkent avtomarkaz
dilerlik markazida yokida bizning Avtoelon bepul ilovamizda topishingiz mumkin. Avtoelon o'z avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Havolalar har doimgidek biriktirilgan. Kim nima desa desin, shu mashinani oldim. Bosib yubordim. Barcha bisotimiz sotib, bo'zi ham oldim shu mashinani. Akaning mashinasi shu. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent avtomarkaz dilerlik markazida shunday noyob bo'lgan avtomobil halis hamon sotuvda. Tahoe High Country. Agar ushbu avtomobilning sharhi sizga qiziq bo'lsa, izohlarda Tahoe so'zini qoldiring va xudo xolasa nasib bo'lsa, ushbu avtomobilni siz uchun biz sharh qilamiz. Yuqori komplektatsiyalarda yana katta farq qiluvchi narsa bu orqa o'rindiqlar. Ya'ni ikkinchi qator o'rindiqlar yangilangan Damas Move'da alohida joylashgan. Ya'ni biz o'rgangandek kapitanskiy sideniya deymiz-ku. Ya'ni alohida ikkita o'rindiq. Biroz soddaroq variantida u ikkita o'rindiqlik divan bilan va kichkina o'rindiqcha bilan jihozlangan. Bu avtomobilda orqa o'rindiqlar juda ham qulay. Ular ham xuddi oldi o'rindiqlar kabi 4 yo'nalish bo'yicha sozlanadi. Bu yerda o'tirish juda qulay. Menimcha bu avtomobilda bemalol viloyat aro sayohat qilsa bo'ladi. Bu yerda men yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. U ham bevosita xavfsizlik bilan bog'liq. Bu yerda oynalar ko'rganingizdek oxirgacha ochilar ekan. Oxirgacha ochirsa-ku maylim, lekin agar siz uzoq yo'lda farzandlaringiz bilan ketayotgan bo'lsangiz, o'rindiqlar juda yuqorida joylashganligi uchun agar sizni farzandingiz o'rindiqqa chiqib bunday qarayman desa, tushib ketish xavfi mavjud. O'shaning uchun farzandlaringizni olib yurganingizda juda ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolaman. Barcha yuqori pozitsiyalarga o'xshab, Damas Move ham tashqi ko'rinishda o'zining modeldoshlariga qaraganda farq qilib turadi. Eng katta farq bu nikel bilan qoplangan radiator panjarasi. Bundan tashqari Damaslarda galogen katta old faralar jihozlangan. Bu bizning sharoitga to'liqona to'g'ri keladi, chunki galogen faralarga biz o'rganib ketganmiz. Ular ishonchli va mustahkam. Bundan tashqari bu avtomobilda tumanga qarshi chiroqlar ham mavjud. Aynan maksimal komplektatsiyada, bundan past komplektatsiyalarda tumanga qarshi chiroqlar yo'q. Lekin bir narsa o'ylantirib qoldi. Asosiy faralar galogen bo'lsa-da, lekin ikkilamchi burilish chiroqlari dioddan. Bu juda ajoyib narsa. Yuqori komplektatsiyani bildirib turuvchi yana katta detal bu 14 dyumli quyma diskalar. Uzoqqa qaraganda ushbu disklar Nexia 3 disklariga o'xshab ketadi. Shunday emasmi? Qulfli yoqilg'i bakining eshikchasiz Damas bo'lmaydi. O'shaning uchun bu yerda ham u saqlanib qolgan. Kan Toshkentmi? Toshkent! Avtomobil biroz sodda variantlarida, eshiklarning tutqichlari qora, lekin bu yerda u salon rangida bo'lgan. Eshiklarni ochilib yopilishi juda yoqimli, ya'ni 2 martalab, 3 martalab ochib yopish shart emas. Menga bu narsa juda ham ma'qul keldi. Endilikda Damaslar tashqaridan maxsus kalit orqali ochiladi. Bu yerda yukxona eshigi juda katta, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yukxona hajmi juda ro'zg'orbob, ya'ni joy bor. Bu yerda 3-qator o'rindiqlarni olib tashasa ham yukxona hajmi anchaga yuksaladi yoki oshadi. Yukxona hajmi zo'r. Mana misol uchun men sig'yapman. Like. Yana bitta narsa, agar ushbu videoni halis hamon ko'rayotgan bo'lsangiz, sizdan katta iltimos, videoga like bosing, izohlar bo'limida faol bo'ling va ushbu videoni o'z do'stlaringiz bilan ulashing. Bu bilan siz bizning mehnatimizni mukofotlagan bo'lasiz. Rahmat.
avtomobil menga juda ham ma'qul keldi, lekin men qo'rqayotgan yagona narsa bu UzAuto Motors har doim yaxshi mashinalarni yomon mashinaga almashtirishni yaxshi ko'rishadi. Ushbu avtomobil shu holatda qolishini men juda istab qolgan bo'lardim. Do'stlar, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men ham tirikchilikka borishim kerak. Sizlar bilan Sharipov Said Olimxon bo'ldi. Bu yangilangan Chevrolet Damas sharhi edi. Videoga like bosing, obuna bo'ling va izohlarda faol bo'ling. Gazalket 5 ta joy, Gazalket. Damas.